Kimler bizning do'stimiz, kimler bizning dushmanimiz? Abduri Erkin Sidiq. 2018-yili 12 ayning 12 kuni. Men yaqinda Xitoy fuqarolari o'z hukumatining Uyg'urlarga selayotgan zulmga qanday qaraydi degan temadagi qisqa maqolani yozgandan keyin bir qism qarindoshlar mendan undaqda biz Xitoy fuqarolariga qanday muomala qilishimiz kerak deb so'radi. Bu savolga aslida Abduvali Ayib inimiz o'zining 9 noyabrdagi Uyg'ur qaysi Xitoyga o'ch degan maqolasida javob berib bo'lgan edi. Shundaq bo'lsa-mu, men bu yerda ozroq qo'shimcha qilib qo'yay. Vatanda 60-yillarning oldi keyinda tug'ilib o'sgan qarindoshlarning ko'pinchisi madaniyat zo'r inqilobi jarayonidagi mundaq bir ishni bildi. Hamma kishilar mavjud so'zlardan o'zinda degan bir kichik qizil toshli kitobni ko'tarib yurgan. Hamda uningdagi mazmunlarni asosiy jihatdan majburiy holda yodlab olgan. Ashu so'z o'zinlar ichida mundaq bir so'z bor. Kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz? Bu birinchi darajalik muhim masala. Bu bir xil siyosiy kurash va harbiy to'qinish taktikasi va strategiyasi bo'lib, amaliyotda u mavzuning mundaqli deb qo'ygan gap emas. Balki mening tushunishimcha u mavzuning 2000 yildan uzunroq Xitoy tarixidagi siyosiy kurash va harbiy to'qinish amaliyotlaridan yakunlab chiqqan sirtqi va ichki dushmanga unumli taqobil turishdagi taktika va strategiya. 1949-yildan burun Mao'zedong yetakchiligidagi Xitoy Kompartiyasi ashu taktikadan foydalanib, oldi bilan o'zining birinchi darajalik dushmani bo'lgan milliy armiya, ya'ni Kuomintang bilan birlik tuzib, Xitoy zaminini besib olgan yaponlarni Xitoy zaminidan qo'g'lab chiqadi. Ondan Xitoy davlati ichidagi birlashgili bo'lgan barliq kuchlar bilan birlashib, foydalang'ili bo'lgan barliq kishilar, masalan, Xitoy dehqonlari va har xil Xitoy boylaridan foydalanib, milliy partiya qo'shinlarining asosiy qismini mag'lub qildi. Qolganini bo'lsa Tayvanga qo'g'lab etdi. Shuning bilan Xitoyning davlat hokimiyatini qo'lga oldi. Ya'ni ko'zlagan maqsadga yetish uchun oldi bilan birlashgili bo'lgan va foydalang'ili bo'lgan barliq kuchlarni do'st hisoblab, ular bilan birlik tuzib, ular bilan birlashdi va hamkorlashdi. Aslidagi cho'ng maqsadga yetib bo'lgandan keyin do'st dushmanni qaytadan ayirib chiqib, o'zlari uchun dushman deb qarg'anlarni ondan yo'qotdi. Xitoy Kompartiyasining kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz degan taktikadan foydalanishi shuning bilan to'xtab qolmadi. Ular 1949-yildan keyin xalqaro munosabatda bu taktikadan eng yuqori darajada foydalanib, o'zlari yo'liqqan har xil cho'ng o'tganlarning hammasidan mushu taktika bilan o'tdi. Bu masala haqidagi tafsiliy mazmun mazkur maqolaning doirasidagi narsa bo'lmag'achqa, men bu haqda ko'p narsa yozmay, ozroqla to'xtalaman. Xitoy hukumati 2004-yilda har yili 12 milliard dollar ajratib, dunyoviy ideya kontrolligi bilan shug'ullandi. 2015-yilga kelganda bu pulning miqdori 15 milliard dollardan oshib ketdi. Bu pulni Markaziy Partkom siyosiy doimiy komiteti, ya'ni Davlat birlik ministri Tong Janbu orqali boshqardi. Ular har haftada bir qatim Beyjingdagi bir maxfiy o'rinda yig'in ochib, keyingi bir hafta ichida Xitoyning tashviqot qurollari orqali dunyoga nimalarni tashviq qilishni qaror qildi. Bu organning yana bir tarmog'ining 1000 dan ortiq butun kunlik tadqiqotchi xodimi bor bo'lib, ular o'z oldiga axborot to'playdi va ularni analiz qiladi. Shu asosda yangi strategiyalarni vujudga keltirdi. Chet eldagi Uyg'urlarni parchalash va Uyg'ur faoliyatchilarining xizmatlariga buzg'unchilik qilish uchun xarjlanadigan xarajatmi yuqoridagi puldan keladi. Xitoy hukumati chet eldagi barliq ta'siri zo'r arboblarni, masalan, davlat rahbarlari, diplomatlar, dаңlıq kino artistlari va tanarkachilar qatorliqlarni qizil gruppa va ko'k gruppa deb
ikki guruhga ayiradi. Qizil guruh kishilarini Xitoyga taklif qiladi. Ularga davlat rahbarlari va dаңlıq ziyolilar bilan ko'rishish fursati yaratib berdi. Ularni medialarda maqtaydi. Hamda ba'zida ularga savdo va mablag' solish fursatlarini yaratib berdi. Amerikadagi aql omborlari va universitetlarga pul berib, ularning Xitoyga foydali siyosatlarni vujudga keltirishini qo'lga keltirdi. Ko'p guruhga ayrilgan kishilarga bo'lsa, Xitoyga kirish vizasi bermaydi. Hamda Xitoy hukumati o'zlarining chet eldagi tashviqot organlari orqali ularning orqasidan so'z cho'chak tarqitib, imkoniyatning boricha ularning yuzini to'kish va obro'yini yo'q qilishga tirishadi. Yaqinda Amerika hukumat amaldorlaridan muavin prezident Mike Pence, senator Marco Rubio va Avam palatasi a'zosi Christopher Sims qatorliq kishilarning hammasi kommunist Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Amerikaga qo'llanib kelayotgan har xil razil ish harakatlari ustida to'xtalganda, ashundaq razil siyosatlarning ijro qilinishida Xitoy Birlashgan ministri nihoyat muhim rol o'ynab kelayotganligini tilga oldi. Xitoy hukumati kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz degan taktikini Uyg'urlarni kontrol qilish va bo'ysundirish jihatimi intayin unumli foydalanib keldi. Shundoq qilishni Xitoy davlatining ichi va sirtida hozirmi unumli davomlashtiryotdi. Ya'ni Xitoy hukumatining daftarida Xitoydagi va chet eldagi barliq ta'sirdor Uyg'urlarmi Xitoyning do'sti va Xitoyning dushmani degan ikki guruhga ayrilgan bo'lib, Xitoy hukumati ashu do'stlarni himoya qiladi va ulardan foydalanadi. Ashu dushmanlarni bo'lsa har vaqt chetga qaqib, ulardan har vaqt o'ch elib, vassallamay ularni vayron qilishga tirishadi. Ammo bizning bir qism qarindoshlarimiz Xitoyning bundoq taktikasini tushunmayotdi va bundoq taktikaning qiymatini ancha bilib ketmayotdi. Ular chet eldagi Uyg'ur emas kishilar bilan kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi birlik saf tuzib, ular bilan birga ish elib berish uyaqtirsin, Uyg'urlarni hech qanday asos yo'q holda Xinjiangchi, Sharqiy Turkistonchi, Abdunniyachi, Mustaqilchi degandek sinflarga ayirib, dushmanni bir yoqqa qayirib qo'yib, o'z safidagi kishilarga, o'zining borlig'ini atab, Uyg'ur davosini qilayotgan kishilarga to'xtamay hujum qilyotdi. Shuning bilan ular chet eldagi faoliyatchilarning ishlarini ilgari surish uyaqtirsin, balki har bir qadamda ularning xizmatini oqsitayotdi. Men 1990-yillarning oxiri Uyg'urlarning xizmatini qilayotgan vaqtimda mening 70% vaqtim tashkilot ichidagi Uyg'urlarning ziddiyatlarini bir taraf qilishga ketib, vaqtimning aran 30%ni millatga xizmat qilish uchun ishlatishga majbur bo'lib qolgan edim. Hozir Uyg'ur tashkilotlarida xizmat qilayotgan qarindoshlarning kunimi intayin tas bo'lib, bu ahvol odamni bakmu echindirdi. Hozir chet eldagi Uyg'urlarning oldidagi vazifa intayin og'ir. Ammo Uyg'urlarning siyosiy va boshqa kuchlari intayin ojiz bo'lib, biz qo'lga keltirgili bo'lgan barliq kuchlar bilan birliksa tuzgan taqdirdami o'z ehtiyojimizdan to'liq chiqolmaymiz. Mushundaq bir holat turib, o'z ichimizdan ko'plagan guruhlarga bo'linib, bir-birimizning xizmatlariga putlqashang bo'lishimiz, hatto bir-birimizning ishlariga ziyon solishimiz biz uchun yana bir fojia bo'lib, bunday qilmishlarimizni kelgusidagi avlodlarimiz hargizmi kechirmaydi. Chet eldagi Uyg'urlar hozir o'zlariga yuklangan og'ir vazifalarning hudisidan o'ngishli chiqish uchun cho'qim kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz degan taktikadan eng yuqori darajada unumli foydalanishga, o'zlari uchun do'st bo'lganlar va dushman bo'lganlarni to'g'ri ayirib chiqmasa bo'lmaydi. Bizda hozir biror birlik saf tuzishga mas'ul organ mavjud bo'lmag'achqa, bu ishni har bir odam va har bir tashkilot o'z ustiga olmasa bo'lmaydi. Biz hozir shunday qilish orqali Uyg'urning barliq do'stlari bilan birlik saf tuzib, kommunist Xitoy hokimiyatining
hozir Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan razil taktikalari va irqiy qirg'inchilik siyosatlariga birlikda taqobil turishga muhtoj. Men 2009 yildagi 5 iyul voqeasidan keyin o'zimning bir yahudi do'stidim. Seningcha biz buningdan keyin qanday qilishimiz kerak? Men millatim uchun nima ish qilib bersam bo'ladi deb so'rdim. U menga: birinchidan, agar sen 10 Uyg'urga yordam qila olsang, shularga yordam qilgin. Ikkinchidan, Uyg'urlarning chet elda biror terrorlik voqeasi paydo qilib qo'yishining oldini olish uchun tirishqin. Agar chet elda ashunda qilganlar chiqib qoldi ekan, chet eldagi Uyg'urlar ashu ishni sodir qilgan kishilarni eng tez suratda yo'q qilish kerak. Sizlar Uyg'urlar hozir chet elning yordamisiz o'zinglarni qo'g'dayolmaysizlar. Shunlashqa sizlarga Uyg'urlarni chet elning yordamidan ayirib qo'ydigan ish yuz bermasin degan edi. Bu so'z ba'zi qarindoshlarning ko'nglini rahatsizlantirib qo'yishi mumkin. Shundaq bo'lsa-mu, men bu yerda uning deganlarini aynan bayon qilib qo'ydim. Xulosa qilsak, kommunist Xitoy hukumatining hozirgi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish, irqiy qirg'inchilik qilib yo'qotish va irqiy tozalash qilib yo'qotish suiqasdiga qarshi turadigan, Uyg'urlarga hissdoshlik qiladigan, Uyg'urlarning o'zini saqlab qolish, erkinlikka erishish kurashlarga hissdoshlik qiladigan va yordam qiladigan hamma kishilar navbatda bizning do'stimiz bo'lishi kerak. Biz oshu do'stlarning hammasi bilan ittifoqlashib, oshu do'stlarning hammasi bilan birlik saf tuzib, o'zimizning borlig'ini atab qattiq terishqandala, Uyg'urlarning o'zini saqlab qolish davosini belgilik unumga erishtira olamiz. Foydalanish materiallari: Abduvali Ayub. Uyg'ur qaysi Xitoyga o'sh? www.marifat.com 2018 yili 11 oyning 6 kuni.